Esinglarda bo'lsa bir 2 haftacha oldin video qo'ygandim bir singlimiz haqida. Operatsiya bo'lishi kerak, iloji boricha tezroq. Shu pochkasida og'ir kasalligi bor ekan, qurib ketyapti pochkasi, tezroq shu borib davolash kerak ekan deb. Yetarlicha summa yig'ilmabdi, qadrdonlar. Uydagilar ham mana shu uyini yarmini sotishibdi. Plus nima deydi? O'zi videoda ko'rgan bo'lsanglar, akasi ham o'zini pochkasini bergan ekan. Pochkasi tushmagan ekan, hozir endi onasi pochkasini bermoqchi ekan. Shunga ozgina mablag' kerak bo'lyapti, qadrdonlar. Imkoniyatingiz bo'lsa, shu sharoitingizga qarab yordam berib yuboringlar shu insonlarga. Albatta savob bo'ladi. Hammaga rahmat. O'zbekcha ovqat yemaganimga bilmayman, bir 3 oy bo'ldi shekilli. Bilaman, o'zbek akalarimiz somsa yeb o'tiribdi. Kameraga olayotganimni ko'rib qolib meni urishmasin. Bu internet emas, xohlaganimni gapiradigan, hayotda gapiryapman. Teshib chiqsin. 3,5 ming kilometr yurgandan keyin qo'yaman shu videoni. Hozir ham urishaverardim-ku. Uylari yaqin bo'lsa-chi yoki ayasi o'qituvchi bo'lsa-chi. Ro'za oyida ham urish mumkin emas, hozir ro'za emas-u. Maktabda hamma shunaqa bahona qilganmi urishmasligi uchun? Yo bitta menmi? Esimdan chiqib qolibdi, meni bari UFC chempionlari kuzatadi-yu, maktabda hammasi birinchi shef bo'lgan, hech kim meni hozir kuzatyapti turganlardan kalta yemagan. Hattoki qizlar ham men hammani urib yurardim, bolalar mendan ham qochishardi. Ham qizlar shunaqa deganmi akalar? Yo bitta menga. Trakchi akalar meni hozir ovqatga chaqirishdi, video olayotganimni ko'rib, akalar mendan rozi bo'linglar, videoga tushgani hijolat bo'laman dedinglar, sizlarni so'rog'inglarsiz videoga olib qo'ydim. Yaxshi bolalar ekan akalarimiz. Shunaqa deb qo'y, bular ham Amerikada ertaga meni ushlasha olmasin. O'zbekcha ovqat yemaganimga bilmayman, bir 3 oy bo'ldi shekilli. Bilaman, o'zbek akalarimiz somsa yeb o'tiribdi. Kameraga olayotganimni ko'rib qolib meni urishmasin. Bu internet emas, xohlaganimni gapiradigan, hayotda gapiryapman. Teshib chiqsin. 3,5 ming kilometr yurgandan keyin qo'yaman shu videoni. Hozir ham urishaverardim-ku. Uylari yaqin bo'lsa-chi yoki ayasi o'qituvchi bo'lsa-chi. Ro'za oyida ham urish mumkin emas, hozir ro'za emas-u. Maktabda hamma shunaqa bahona qilganmi urishmasligi uchun? Yo bitta menmi? Esimdan chiqib qolibdi, meni bari UFC chempionlari kuzatadi-yu, maktabda hammasi birinchi shef bo'lgan, hech kim meni hozir kuzatyapti turganlardan kalta yemagan. Hattoki qizlar ham men hammani urib yurardim, bolalar mendan ham qochishardi. Ham qizlar shunaqa deganmi akalar? Yo bitta menga. Trakchi akalar meni hozir ovqatga chaqirishdi, video olayotganimni ko'rib, akalar mendan rozi bo'linglar, videoga tushgani hijolat bo'laman dedinglar, sizlarni so'rog'inglarsiz videoga